1 tonna 200 ligidan borti uzun 340 lik bo'ladi. Mexanika korobka bo'lib ham GLS eng full komplektatsiyasi 1 tonna 200 ligida mana shunaqasidan so'raganlar bor edi. Narxi ham ancha qulay. 17.500 dollar bilan O'zbekiston tamojnigacha dastavka qilib yetkazib beramiz. Holatlari yaxshi ekan mashinani, 19 ming yurgan mashina. Deyarli yangi holatda turibdi. Keling endi bir ko'rsatingchi. Ko'k deyshadi, ko'k ham o'zgarishi ancha derski bo'ladi. Qarang turishini. Haqiqiy bongolarda katta akasi mana shu bo'ladi akalar. Balonlarda rasxod yo'q, yangi diska balonlar polni yangi holatda turibdi. O'zini holatini yo'qotmagan. Endi 19 ming yurgan mashina. Salonlarini bir ko'rsatinglar mashinani. Qarang salonining ichini. Yoqarkanmiz, sariq salon eng full komplektatsiyasidan ko'rishingiz mumkin. Xo'p, probegi 19354 kilometrda turibdi. Cruise control bor, Euro 6, 6 talik korobka, zadniy bilan 7 ta, start stop, climate control, Android monitor. Hop, ko'rishingiz mumkin. Abduf, abagrev, rul abagrev, orqa oyna spiral, bokovoy qaytariladigan, start stop. Hop, kalitini eshitdik. Pulti ikkitadan pultlargacha ham bor, tayyor. Hatto narigi yo'lovchi tarafni kilyonkasini ham yechmagan ekan, ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda turibdi. O'rindiqlarning holatini ham qarang. Juda chiroyli mingan ekan, menga egasi ham. Endi bu kraskachilarning mashinasi ekan. Ozgincha xizmat qilgani bor. 19 ming yurganiga qaramasdan, mana bu birkasi 2024 ga 7-oy birka. Mana balonlarda umuman rasxod qilmaysiz, yangi turibdi balonlar. Taglari mana. Mashinaning taglari ham zo'r holatda turibdi mana. Korobkaning taglarini qarang. Yaltillab turibdi. Raman tagi sepmagan, bortga sepmagan, yaxshi holati. Bortda ozgincha xizmat qilgan ekan, Atsenkoy shunday holatda minsangiz ham bo'laveradi. 17.500 dollar ichida bitta yangi Atsenkoy bosib beraman orqasiga aka. Yangi Atsenkoy bosilsa, mashina yangi bo'ladi, qoladi. Holati yaxshi ekan. Kraskachilari mashinasi dedi bu mana. Kraska tekkan joylari bor. Zavodskoy propan balon orqasida 159 turbinaligi Kumho o'zining original balonlarida mana tag qismlari ko'rishingiz mumkin. Balonning holatlari. Mana bu saloni. Sariq salon eng fullidan. Mexanika korobka topib bera olmayotgandim, bir ikkita akalar so'rashganda aytgancha, mana shu tarafida kraskasi bor ekan. Mana shu eshik tarafida ozgincha kraskasi bor ekan. Hozir apparat bilan tekshirdim, polni. Boshqa joylari o'zining hamma yo'q radnoy, avariya udari yo'q, lekin ozgincha qirilganmi, mana shu tarafini ozgincha shilib olgan ekanmi, mana. Apparat bilan polni ja unaqa baland ko'rsatmayapti-yu. Tekshirib chiqdim. Ozgincha kraskasini ko'rsatyapti. Mana shu mashina ekan, qaranglar. Holatlari umuman ideal holatda. Akalar aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, gapning indallosi nech pulga qo'limizga tegadi deydiganlar asa ko'p. 17.500 15 ming hisoblang. 32.500 ga qo'lingizga tegadi. Bitta yangi Atsenkoy bosib beraman aka. Yaxshi ekan mashinaning holati.